Assalomu alaykum. Umra Abdulvohid kanalining ashaddiy obunachilari, omonmisizlar? Inshaalloh bugun biz Centrum Holdings kompaniyasidan ketuvchi ziyoratchilarimiz va boshqa kompaniyadan ketuvchi ziyoratchilarimizga ehromni qanday o'rash kerak, qanday chamadon olish kerak, necha kilo bagaj bo'ladi va Centrum Holdings kompaniyasidan beriladigan rasmiy Umra Abdulvohid kanalidan ketadiganlarga beriladigan sovg'alarni to'liqroq qilib sizga inshaalloh yoritib berishga harakat qilaman. Do'stlar, Xudo xolasa, xato nuqsonli bo'lsa o'zimdan, haq, yaxshilik bo'ladigan bo'lsa Alloh taoloning o'zining marhamatiga bo'ladi. Xudo xolasa videoda oxirigacha o'tkazib yubormasdan ko'ring, chunki bu narsalarni olib chiqishga sabab nima? Kommentariya bo'ldi. Kommentariyada men har safar aytaman, kommentariyaga nima kamchilik bo'lyapti? Nima sizga yoqadi? Nimani video qilib chiqsa yoqadi? O'sha narsalarni to'liq yozib ketsangiz, biz sizga yanada to'liqroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Allohning izni bilan biz mana inshaalloh videomizni boshladik. Xudo xolasa birinchi kerak bo'lgan narsa bizga 20 kilolik mana bunday bagajimiz kerak bo'ladi. Bagajning ichiga undan tashqari mana 7 kilolik ruchnoyimiz ham bo'ladi inshaalloh. Endi ehromga keladigan bo'lsa, men sizga ehromda hoji aka, hoji onamga shu video tashab qo'ying. Ko'rayotgan bo'lsa, hojidan ishda bo'lsalar, ishdan kelib ko'rarlar inshaalloh. Kerak bo'ladi-da, bu ehrom mana ehrom bo'ladi. Juda ham katta xatoliklarga ro'para bo'layotgan narsalarni orada aytib o'tib ketaman. Videoda oxirigacha ko'ring inshaalloh. Mana bu ehromimiz. Bismillah boshlaymiz. Chunki bu ehrom bizni Saudiyaga borganimizda gunohlardan pok qiluvchi bir mato. Chunki nima? Mato kechmaydi, lekin Xudo o'zi buyurgan narsa shu ehromlarga burkaning. Shu hozir ko'rib tursangiz, videoda oxirigacha o'tkazmasam, bitta like bosib qo'ying. Mana shu video ko'proq odamga tarqalsin. Chunki bu ehromni o'rashda juda ko'pchilik xato qilyapti. O'sha xatoliklarga bugun inshaalloh bartaraf etamiz. Ustozlarimiz o'rgatgancha, biz o'zimiz alhamdulillah juda ko'p marta umra ziyoratiga borgan bo'lsak, har borganimizda har bitta bizga 50 yosh bo'lgan inson biz uchun ustoz hisoblanadi. Har borganimizda har safar bizga o'rgatishadi ehrom baylashni. Biz bilsa ham indamay ko'rib kutib turamiz. Chunki biz bilmagan tushunchalar bo'lib qolishi mumkin. Xudo xolasa boshladik. Mana bu ehromimiz bo'ladigan bo'lsa, buni ehromda mana qaranglar. Mana shu holatda erkaklarda hech narsa qolmaydi. Erkaklarda hech narsa qolmaydi. Mana shu qo'pol bo'lsa aytganman, ichki kiyimigacha yechadi. Endi ehromimizni mana bunday qilib bir-birini uchiga olib kelamiz. Mana. Uchiga olib kelamizda, endi mana qarang. Mana turibdi, buni yonga olib kelamiz. Mana. Ko'ryapsizlar? Endi mashina belimizga olib kelamiz-da, qo'limizga qisamiz. Endi mana buni olib keldingiz. Buni olib kelganingizdan so'ng mana buni bitta qaytarsangiz, alhamdulillah mana qarang. Mana ham yopiq. Endi mana bu yog'i ham yopiq. Ha, erkaklar, siz umra ziyoratida bo'lasizmi? Xudoning buyrug'i qilayotgan bo'lasizmi? Bari avratdir. Avratni bekitish kerak erkak kishilar. Qarang, tizzalarimiz yopiq, ichlarimiz ko'rinmayapti. Ichimizda boshqa narsa bo'lsa, hech narsa yo'q. Ichimiz ko'rinib qolsa juda uyatli hol bo'ladi. Endi qaytaramiz shu narsani, mana qarang. Chiroyli qilib qaytarsak, mana. Ko'rdingizmi? Mana endi tushib ketmayapti. Endi odam u yerda juda ko'p, necha minglab odam boradi. Yanada qulayroq bo'lishi uchun sizga nima deyman? Xohlang mana bunday durroq oling. Xohlang o'zining rasmiy nimasi bo'ladi? Cho'ntagalik kamari bo'ladi. Mana qarang. Mana buni mekka olib kelasizda, o'zingizni qiynamaydigan darajada qismang. Masalan, hozir buni qattiq qisib olsa, boshi zo'r turibdi deb o'ylayverasiz, lekin siz Makka, Madina ham nimadan Makka mukarramaga borsangiz 5 soat, 6 soat farqi bilan borasiz. O'shini hisobiga qiynalib qolasiz. O'shuning uchun yengilroq qilib baylang. Qiynalmaysiz borganingizda. Xo'p, buni bayladik. Yana bitta qaytarib olsak, bu ko'rinmaydi. Yana chiroyliroq bo'ladi. Endi ustini, tepasi ham, usti ham bir bo'ladi. Mana usti ham bir bo'ladi. Bu ehromimiz. Qarang. Ehromimiz mana ustimizga o'radik. To'g'rimi? Ustimizga o'rab olganimizdan keyin endi buni birinchi 3 ta tavofdagi sirini sizga aytib o'tib ketaman. Birinchi 3 ta tavofdagi nimamizda mana qarang. Bismillah. Metdik olamiz. Mana bu yerga tiqamiz. Mana bu yerga tiqqanimizdan keyin qarang. Ka'bani ko'rgunimizgacha xo'p yopib ketdingiz. Ka'bani ko'rdik. Endi Ka'bani ko'rdik, yashil yo'lakdan tavofni boshladik. Endi nima qilamiz? Birinchi aynaluvda albatta yelkalarni ochib olamiz. Mana bunda tugmalar yo boshqalar qadashdi, juda ko'pchilik qadavoli yo boshqa qilib oladi, juda ko'p aytishadi. Yo'q. Umrani o'zi eng mashaqqati shu.
Mashina tushib ketadi, ko'tarasiz, tushib ketadi, ko'tarasiz. Endi alhamdulillah tapiskamizga keladigan bo'lsak, xo'p, ustozlar aytgandek nima? Mana shu to'pig'imiz ochiq bo'lishi kerak. Mana shunaqa silansilar tavsiya beramiz. Avval ishda. Silansilar juda ham kerak bo'ladi inshaalloh. Xo'p, ehromlarni pekka olib qo'ysak, endi sizga firmamiz nomidan beriladigan mana bu ustimdagi nimcha, kamzil va bunga qo'shimcha bejiki va albatta Centrum Holdings kompaniyaning rasmiy o'zini ishonchli firmadan Centrum Holdingsda mana shunaqa formada, mana shunaqa kamzilda bo'ladi. Haqiqiysi. Siz ko'rayotgan Centrum Holdingsda lekin bunaqa bo'lmaydi. Haqiqiy rasmiysi bas. Shuni qattiq e'tiborga olib qo'ying. Kommentariyaga amin deb yozib keting. Inshaalloh tez kunda sizlar shu formalarni kiyib umra ziyoratida Xudo xolasa oyangiz bilan birga bo'ling. Xo'p, endi yana bitta narsa, mana shuni yechib olsam maylimi do'stlar? Juda haligi nima desa bo'ladi? Ungacha siz kommentariya yozib turing, men hech kunimgacha hojoni siz hojadan bilan o'z birga ketyapsiz-ku, buni bilaman o'zi inshaalloh ketayotganingizni. Mendan ketasizmi, boshqa firmadan ketasizmi? Shu narsalarga inshaalloh amal qilsangiz, xato kamchiliksiz umra ziyoratingizni amalga oshirasiz. Endi Centrum Holdings kompaniyasidan o'z o'rgatib qo'yasiz-ku, endi 50 yoshlar bormaydimi deysizmi? Yo'q, inshaalloh albatta borishadi. Har bitta reysimizda bittadan 50 yoshlar Xudo xolasa birga borib, birga kelishadi. Va u yerdagi sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Qizil dengiz, Hirovora sayohatlarni ko'rib boryapsiz. Ota-onangiz bilan mazza qilib Ka'batullohning oldida onangiz turibdilar, onangiz ortida Ka'ba turibdi. Bir umrlik orzungizni onangiz bilan o'tkazyapsiz inshaalloh. Centrum Holdings kompaniyasi yilning oxirigacha bo'lgan narxlarni juda ham chegirmali qilib bordi. Qanaqa chegirmalarga yo'l qo'ydi? Chegirmalar inshaalloh 5 kishidan 10 kishidan yuqori bo'lganlarga emas. $1150 paketlarimiz barcha insonlarga, barcha musulmon ahliga inshaalloh $1050 dan qilib bordik. Pastdagi nomerlarga aloqa qilishni, Tojikistondan ko'ryapsizmi, Qirg'izistondan ko'ryapsizmi, qayerdan ko'ryapsiz, Rossiyadan ko'ryapsizmi? Kommentariyaga yozib keting. Mana shu videoda ham biz kommentariyalarda aniqlab shu narsani qaror qildik. Yana qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Biz har bitta inson bilan pastdagi nomerlarga aloqa qilib, call center bolalarimiz to'liqroq sizlarga batafsilroq ma'lumot deb inshaalloh berishga harakat qilishadi. Chunki bizdan ketasizmi, boshqa firmadan ketasizmi, ma'lumot oling bizga telefon qilib. Men umraga ketyapman, bunaqa qilsam bo'ladimi degan so'zlarni ayting. Xo'p, bizga umraga ketmoqchi bo'lsa ekansiz, boshqa firmaga ixlos qilgan ekansiz. Mayli, o'sha boshqa firmadan kelsa, men roziman. Men bu videoda 5 yildan keyin ko'rasizmi, 10 yildan ko'rasizmi, sizga bir ma'lumot bo'lib qolsin deb qildim. Do'stlar, Xudo xolasa Alloh taoloning fazli bilan bu video olindi inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bu o'zimning nafsim, o'zimning aybim ishli bo'ldi. Lekin yaxshilik, aldovsiz va bo'lsa foydali bo'ladigan bo'lsa, bu Alloh taoloning fazli bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Inshaalloh Centrum Holdings kompaniyasi barcha musulmon ahlini Saudiya Arabistonda Rasulullohning huzurlarida ko'rishdan juda ham minnatdor bo'ladigan Centrum Holdings kompaniyasi bo'ladi. Sizlar bilan Umra Abdulvohid kanali bo'ldi.